17 oktyabr Hindiston ichki ishlar ministri Ahmad Shah ziyoratni qabul qilganda, bosh minister Modi rahbarligidagi Hindiston hukumatı barliq harbiy va diplomatik tadbirlarni qo'llanib, Ladakh rayoni bilan Xitoy o'rtasida davomlashayotgan chegara to'qinishini hal qilish hamda Hindistonning egilik huquqi va bexatarlikni qo'g'dash uchun tirishmoqda dedi. Ahmad Shah Hindiston davlat mudofaa armiyasining har qanday shakldagi tajovuzchilik taqobil turishga tayyor ekanligini, har bir diyum yer uchun qanun tikib qo'g'daydiganligini, boshqalarning tajovuzchiligiga qat'iy yo'l qo'ymaydiganligini, Hindiston davlat mudofaa qismlari va rahbarligining davlatning egilik huquqi va chegarasini qo'g'daydiganligini ta'kidlagan. 13 oktyabrda Xi Jinping Ozodlik armiya dengiz armiyasi quruqlikda jang qiluvchi qismini tekshirganda, biz barliq zehnimiz va kuchimizni urush qilishga markazlashtirib, yuqori hushyorlikni saqlashimiz kerak degan. Hindiston jiddiy holda Amerikadan egizlikda jang qilish aslalarini setib olgan bo'lib, u Hindiston tarafining Xitoyning chegara jiddiyligi bilan bo'lgan suhbatdagi qatmonlikni pasaytirish uchun qishliq o'rlashtirishni uzartishga tayyorlik qilayotganligidan darak berdi. Egilishcha Hindistonning Amerika harbiy ashyolarni setib olishi bo'lsa, 2016-yil avgust oyida imzolangan Amerika-Hindiston ashyo oborti almashtirish kelishimiga asosan bo'lgan. Hindiston armiyasi ilgari bu xil uskunalarni asosliqi Yevropa va Xitoydan import qilgan.